bu YG Leaker и nima bo'lyapti Blackpink bilan YG orasida? Короче, bitta erkak kishi Discordda akkaunt ochadi va aytishi bo'yicha u YG Entertainment va boshqa katta kompaniyalarning xodimi bo'lgan, lekin yaqinda uni ishdan bo'shatishdi. Xafa bo'lgan erkak kishi Blackpinkning predebyutning raqslarini yoki har xil videolarini internetga qo'yib yuboradi. Uni aytishi bo'yicha esa 1 terabaytli har xil ma'lumotga ega va videolari har xil kontentga ega Blackpinkga tegishli yoki boshqa guruhlarga tegishli informatsiya, ma'lumotlar bor ekan. Bu odam boshqa kompaniyadagi boshqa gruppalarni har xil ma'lumotlarni internetga tarqatadi. Blackpinkning har xil videolari chiqib kelyapti. Undan oldin Blackpink bo'lishidan oldin esingizda bor bo'lsa Pink Pang degan nom qo'shmoqchi edi. Pink Pang guruhida esa 5 ta qiz bo'lish kerak edi. Undan oldin esa 7 ta bo'lgan edi. Shu videolarini internetga bu odam tarqatdi. Haqda yana Rozeni Underground degan qo'shig'iga raqsni ham jo'natyapti. Raqs esa bu qo'shiqqa hali chiqmadi. Xo'sh, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men aytsam sizlarga to'g'risi вообще ishonmayman. Nimaga? Chunki bu yana qora PR bo'lishi mumkin. Ko'proq shunaqa ma'lumotlar bo'lishi uchun Instagramga obuna bo'linglar hamda Kellen kosmetika magazinim sizlarni kutyapti. Va albatta YouTube'imda ham qiziqarli ma'lumotlar topsanglar bo'ladi.